O'ylab gapir, ahmoq. Yaxshimisan? Siqilmay o'tiribsanmi? Ha aka, nimaga keldingiz? Ustimdan kulgani keldingizmi? Ko'p gapirmagan. Aka, jonim. Ha, o'zing quloqingda. Aka, tabriklang, keliningiz homilador, yaqinda o'rda bo'laman. Shunaqa xursand bo'laman, aka, o'zimda emasman. Tabriklayman. To'xtang. Suyunch aka, suyunch. Ha. Xos. Mana, kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasan. Aka, jani chiqishiga nima qilib berasiz? To'xtang, o'zim aytaman. Katta оформление. Ani qimmat mashinadan 2-3 ta taxlab tashlaysiz. Ani maskalar kiyib olishadi, Mickey Mouse'mi? To'y qilmoqchimisan? Ha? Kerak bo'lsa to'y qilaman, butun mahalla bilsin, qarindosh urug' hamma bilsin aka. Agar bunaqa dabdaba qilib, to'y qilib olib chiqadigan bo'lsang, bolani raddomdan. Mana hech narsa kutma. Tushunmadim. Sizni bolangiz yo'q-ku, bo'lmayapti ya. O'ylab gapir, uka. 6-7 yildan oshdi uylanganingizga. Yengili bormi deyishga ham odam uyalyapti. Qatizdir achyapti aka. O'ylab gapir, ahmoq. Ha, u yaxshi. Alam qoti, to'g'rimi? Akamda xursandchiligimni bo'lishgani kelman. Bir gram ham xursand bo'lmayapsan-ku. Sen baxtsiz bo'lsang, boshqalar ham baxtsiz bo'lish kerak degan emas, tushundingmi? Ich qora. Kuling, nimaga kulmayapsiz aka? Qarang, og'ir ahvoldaman. Bolam tushib qoldi. Keliniz reanimatsiyada. Kuling aka, mazza qiling ustimdan. Agar yana ozgina gapirsang, o'ngani burchiga buklab tiqib qo'yaman, tushundingmi? Sana aqling hali ham kirmabdi. Demak, hali ham xafasan. Sharoitim bor, so'ragan narsani qilib bera olardim. Lekin sen meni o'ylamading. Meni o'ylamasang ham, kenayini o'ylasang bo'lardi. Necha yildan beri farzand og'ida yashayapmiz. Ya, sen o'ylamaysan bunaqa narsalar. Chunki seni orzu havaslaring bor. Isrofga o'ylama mayli, lekin bayram qilib, to'y qilib bolangni olib chiqsang, mahallada qancha odam bor farzandli bo'la olmayotgan. Ularni yarasini yengilab qo'ymasmiding? Xo'p. Shu holatda ham farzandingni raddomdan bayram qilib olib chiqib keta olaysanmi? Shunisini o'ylamanmi aka? O'ylamaysan. Mayli, buni ham bir hikmati bordi. Keyin ovqat beraverdi. Usuliga yeyver. Uka, siqilib o'zingni yeyaverma, xo'p? Hali Alloh ko'p farzand beradi senga. Charchama. Kechiring aka. Yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib turing. O'zbekiston bo'ylab 700 xizmat muntaqab etildi. Daqiqa shoshmang. Sizga men jannatni ilindim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li robbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Kitobimiz Qur'on Karimni o'zlashtira olmayotganlar